Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Umid Hoji. Bugungi videoda biz sizlarga nimani ko'rsatib o'tamiz. Inventarimizda ko'pchiligimizda paydo bo'lib qolgan kristallar bor. Bu kristallar bizga nima uchun kerak? Ana shuni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, bu yerda tadbir do'koni bor. Bu tadbir do'konidan ushbu kristallarni biz sotib olishimiz mumkin. Bularni sotib olgandan bizga nima foyda? Populyar battlimiz ketyapti, hozir xabaringlar bor. Bularning mukofotlar bo'limida bizga lobbiylar, chatlar uchun kuchaytiriladigan 1-chi, 2-chi, 3-chi darajagacha darajasini ko'tarib beradigan lobbiylar qo'shilgan. Kristallar aynan shularni kuchaytirish uchun bizga kerak bo'ladi. Oxirida juda ham bir shohona saroyning ichidagi fon bor. Buni ko'tarish bizga ancha qimmatga tushadi. Xo'sh, bugungi videomiz shundan iborat edi. Videomizga like va kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Telegramda eng arzon UC narxlarimiz yozib qo'yilgan, podpiska bosib qo'yinglar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Sizlar bilan Umid Hoji bo'ldi.